Assalomu alaykum, suyumli qarindoshlarim. Xizmat munosabati bilan sal kechikish bo'ldi. Hozir ishlarimni tugatdim. Unda bo'lsa, Shirin Buloq serialning davomini davomlashtiramiz. Tünögün biz o'qib 3-mazmun, ya'ni 3-Abdullah degan mazmunga kelgan edik. Unda bo'lsa, diqqatimizni bu mazmunga elib kelaylik. 3-Abdullah Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning otasi. Uning onasi Fatima Amrining qizi edi. Amri Oyisning o'g'li. Oyis Imronning o'g'li. Imronning otasi Mahsum Yaqzaning o'g'li. Yaqza Murraning o'g'li edi. U Abdul Mutallibning bolalari ichida hammadan chiroyli, o'ngluq va iffat nomusluq cho'ng bo'lg'achqa Abdul Mutallibga bak yaqin turadi. Uning Zabi Qurbonliq degan nomi bor. Buning sababi mundaq. Abdul Mutallibning o'g'il farzandi 10ga yetib, uning keyinda qator turg'udek bo'lib edi. U bolalarga o'zining burunqi va'da qilgan so'zini uqtirdi. O'g'illar birdak al-hukmu lillah deyishib, taqdirga bo'ysundiganligini bildirishdi. Shuning bilan Abdul Mutallib o'g'illarining ismligini ish so'rash huquqiga yezib, Hubal degan butning shayxiga berdi. Deyilsa to'g'ri bo'ladiki. Shayx o'qlarni bir o'rib elib edi. Qurbonliq ko'rsatilgan o'q Abdullahning nomiga chiqdi. Shuning bilan Abdul Mutallib qo'liga pichoqni elib, Abdullahni qurbonliq qilish uchun kayfi tarafga qarab mangdi. Qurayshlar Abdul Mutallibni to'sdi. Bo'libmi Abdullahning Bani Mahsum jamoatidagi ota taraf tog'alari va bir qo'saq qarindoshi Abu Talib qattiq yolvorib turib oldi. Bu chog'da Abdul Mutallib undaqda men va'damni qandoq qilaman degan edi. Ular Abdul Mutallibga Arrafning qishig'i berib, maslahat so'rab beqishni aytdi. Abdul Mutallib Arrafning yoniga kelib, ahvolni bayon qilib edi. Arraf uningga Abdullah bilan 10 to'yga o'tirisida chek tashlab ko'rishdi. Navoda qurbonliq Abdullahga chiqib qolsa, to'ygidan yana 10 ni qo'shib, toki uning Parvardigori rozi bo'lgan qadar undinla qo'shib chek o'rishdi. Chek to'yga chiqqanda ondan to'ygini qurbonliq qilishni buyurdi. Abdul Mutallib qaytib kelib, Abdullah bilan 10 to'yga o'tirisida chek tashlab ko'rib edi. Chek Abdullahga chiqib qoldi. Shuning bilan Abdul Mutallib har qitimda undinliq qitib chek o'rishga boshladi. Ammo chek Abdullahga chiqdi. Oxir 10-chi qitimda ondan chek to'yga chiqdi. Abdul Mutallib darhol heliq to'ygilarni qurbonlik uchun zabi qildi va uning go'shini odamlarga mo go'shxo'r hayvonlarga berdi. Qon deydi, to'limi. Qurayshlar ichida, balki barliq arab xalqlari ichida shundan ilgari faqat 10 to'gil edi. Bu vaqadan keyin 100 to'yga to'lam edish joriy qilindi. Buni islom dinimi shu bo'yicha yo'l qo'ydi. Bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Men 2 qurbonliqning o'g'lidirman. Ya'ni İsmail alayhissalom bilan otasi Abdullahni demakchi. Abdul Mutallib bu tavarik o'g'liga Zahab ibn Abdul Manafning qizi Aminani jo'rlik tanladi. Vahab Abdul Manafning o'g'li edi. Abdul Manafning otasi Zuhra Kilabning o'g'li edi. Amina shu vaqtda Quraysh qabillalari ichida nasab va hasab ijtimoiy o'rin jihatda eng fazil va esil nasablik ayol edi. Uning otasi Vahab
Bani Zühra qabiləsinin mənsəb tajdori idi. Abdullah Aminəyə ölünüb uzaq ötməy, atası Abdülmutallib onu Mədinəyə açlıq elib kelishga avatdi. U shu safarda qazo qildi. Eshitlarga qaraganda Abdullah bu qitim Shamgacha borgan va Quraysh karvoni bilan qaytishda Madinaga tushgan. U shu chaqda ig'ir kasal bilan o'lib ketgan. Nabhatul Jayidi mahallasiga dafn qilingan. U bu chaqda 25 yoshda bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallammu texi tug'ilmagan edi. Bu haqda ko'pincha tarixchilar shunda qaraydi. Ammo yana ba'zilarning so'zida Abdullah payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tug'ilib 2 oydan keyin o'lib ketgan deyiladi. Har holda Abdullahning vafot bo'lganligi to'g'risidagi shum xabar Makkaga yetib kelib edi. Amina tuvandagi ta'sirlik marsiyini o'qidi. Badxoni qo'yib barding Hashim o'g'li Abdullah. Al yurtida lahatga kirib yotding Abdullah. Ajal chaqirib seni kelmasga ketding'u ajab. Onalar tug'ilmas, keyin seningdek Abdullah. Yani xato o'qib qoptiman. Ajal chaqirib seni kelmasga ketding'u ajab. Onalar tug'ilmas, keyin seningdekni Abdullah. Arshingni ko'targanlar oqshimi qorong'uda. Besim basmoqqa liq to'ldi ana shuncha kang dala. Ko'ringanga o'xshaysan o'lim ko'ngliga baqimmat. Kang qo'lliqda tangdossiz kichik ko'ngil Abdullah. Abdullahdan qolgan mol dunyoning jimisi 5 to'yga bir necha qo'y va Barira ismlik bir habash chakar qiz edi. U qizning koniyati taxallus ismi Ummu Ayman bo'lib, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kichik vaqtidagi boquvchisi bo'lgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning dunyoga kelishi va payg'ambar bo'lishdan ilgirki 40 yil. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning dunyoga kelishi. Janobi sarvari olam, jahon xalqining kattisi degan ma'noda. Sayyidimiz Muhammad Rasulullahu sallallohu alayhi vasallam Iran shohi Nushirvan hokimiyatining 40-yili. Makkada yuz bergan pil vaqasining 1-yili. Zabiul avval 3-oyning 9-kuni. Saharda Makkadagi Bani Hashim ko'chasida yurib dunyoga ko'z ochdi. Bu oy va kunlar atoqli diniy o'lima Muhammad Sulaymon Mansur Furi va atoqli astronom tadqiqotchi Mahmud Pashalarning inchikilab hisoblashicha milodiy 571-yil 4-oyning 20-kuni yoki 22-kuniga to'g'ri keladi ekan. Ibn Saidning rivoyatida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning onasi mundaq degan: "Men u Muhammadni tuqqanda qo'rsqimdan bir nur chiqqandek tuyuldi. U nur bilan Sham qasrlari yurib ketdi." Imom Ahmad rahimahulloh shuningga o'xshash yana bir hadisni naql qilgan. Naql qilinishicha, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tug'ilgan kuni uning payg'ambarlik oldin bishoratlari orqa-orqadan ko'rilgan. Iron xon o'rdisining peshayvonidan 14 ko'z dariza tushib ketgan. 14 ko'z dariza tushib ketgan. Majusi otashparastlar ibodat qilayotgan atalmış muqaddas o't shu ketsi to'satdan uchib qolgan. Sava ko'lining atrofidagi cherkovlar
o'rilib ketgan va ko'lning suyi jimib ketgan. Buni imom Bayhaqiy rahimahulloh rivoyat qilgan. Bu so'zlarni o'qib yomon ta'sirlanib ketdim. Balkim anglayotgan ko'pchilikmi shunchalik hayajonlandi deyman. Ey Alloh. Har holda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aman eson tug'ilib edi. Buvisi Abdul Muttallibga xabar qilindi. Abdul Muttallib intayin xushal bo'lgan holda kelib, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni Kaybaning ichiga elib kirdi va Kayba ichida Allohga duo qildi va shukr sano aytib Muhammad degan ismni tanlab qo'ydi. Bu ism arablarda yo'q deyarlik edi va arablarning odati bo'yicha 7-kuni xatni qildirib o'tdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'z onasidan qolsa tunji bo'lib emitgan onasi Abu Lahabning ozod qilib o'tgan dediki Suvayya edi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni Masruh ismli bir o'g'lini emitadigan suti bilan emitgan. Uning oldida u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tog'isi Hamza ibn Abdul Muttallibni emitgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan keyin Bani Mahsum jamoatidan Abu Salama ibn Abdul Adni emitdi. Bani Sa'ad qabilasida avlodlarining shahar bollarida ko'rildigan o'rinliq, tayyor topliq illatlardan xoli, badani timan, at muskullari ching, kichigidilla arabchaga tili pishiq cho'ng bo'lish uchun buaqlarga sahrolardan imik ona tepib berish arab shahar aholilarining an'anaviy odati edi. Shunga Abdul Muttallibmo payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uchun imik ona izladi va uni Bani Sa'ad qabilasidan bir xotin u Halima binti Abi Zuaybga imitib berishga berdi. Halimaning eri Haris ibn Abdul Uzza Abu Kabisha degan tahallus bilan mashhur edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Bani Sa'ad qabilasidagi imildosh bir tuqqanlaridan Abdullah ibn Haris, Ansiya bin Haris, Uzafa yoki Juzama binti Haris u Sheyma degan laqab bilan mashhur bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni imik onasiga beqish bergan. Va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tog'isi Haris ibn Abdul Muttallibning o'g'li Abu Sufyan ibn Haris qatorlari bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tog'isi Habsa ibn Abdul Muttallibmu Bani Sa'ad qabilasida imtishga berilganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Halimaning yendiki vaqtida Hamzaning imikonisi uni bir kuni imitib bergan. Shu jihatdan Hamza raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ikki tarafdan, biri Abu Lahabning dediki Suvayya tarafidan, yana biri Bani Sa'adlik imik onasi tarafidan imildosh keladi. Halima payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni imitib berishga olgandan keyin ajoyib g'aroyib barakatlarni ko'rgan. Tuvandikilar uning amli ko'rganlaridir. Ibn Issoq rahimahullohning aytishicha, Halima munu boyalarni o'z egzi bilan so'zlab bergan. U shu vaqtda imitayotgan bolasini ilib, eri bilan birga shu qabiladan bir qancha xotin bilan o'ddagi imitadigan bola izlab o'z yurtlaridan Makka qarab yo'lga chiqdi. U mundaq deydi: "Ashu yo'li
Aşı yili qahatchilik bir yil bo'lgan edi. Biz hamma narsamizdan ayrilgan edik. Bizning birla oq mada eshigimiz bor bo'lib, men ashu eshakka mendim. Bizning yana suv to'shiydigan bir tugimizmi bor edi. Ammo Alloh bilan qasamki, uningdan bir timim sut chiqsa koshki. Quchqumdagi hiliqi bolamning ochliq zoridan butun bir kecha ko'z yummadim. Na mening ko'ksimdan, na tugining yindan buvoqning nafsini orom oldirgudek bir narsa chiqmaydi. Hammamiz yomg'ir yig'ib, yurtimizda ma'murchilik bo'lishini tilaydik. Men hiliqi eshakka minib yo'lga chiqdim. Nimjon eshigimizning ostiligi, hamrohlarimizning tez yo'l yurishiga putli qashang bo'lgan chig'i ular ba'zida g'udurdishib, ba'zida oldimizda uzab ketib, ming jafoda Makkaga yetib kelib, o'ddagi imitadigan bola izlashga kirishib ketdik. Men bilan birga kelgan ayollarning hammasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yetim ko'rib, uningdan qochatdi. Sababi hammamiz bolaning ota-onasidan ko'proq xayrixohlik kelishini kutatdik. Shunga biz yetim ekan, to'l xotin deganning nimaga qurbi yetadi deydi. Ochiqroq qilib aytganda, yetim bolalar ancha xush yoqmaydi. Mendan boshqa hamrohlarimizning hammasi birdan buvoqni emitib berishga o'ddiga ilib quchoqlashib mengishdi. Faqat men qoldim. Qaytish vaqti yaqinlab qoldi. Shunga men erimga birga kelgan xotinlar orasida emitishga bola olmay quruq qo'l qaytishdan nomus qilaman. Azbiroyi xudo, shunglashqa men berib ashu yetim bolani akilaymikin deyman, dedim. U, olsang bo'ladi. Allah ashu bolaning sababi bilan bizga barakat ato qilsa ajab emas, dedi. Shuning bilan men berib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'tiga emitib berishga oldim. Men u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni uningdan boshqa kechirsizlar. Ey Alloh, shukr alhamdulillah. Uningdan boshqa o'tiga emitadigan bola topolmaganligim uchunla olgan edim. U yana munolarni degan. Men u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ilib, Qonalg'uga qaytib kelib, Quchqumga ilib edim. Ko'ksimdan sutlar shurqirab yiqishga boshladi. Shuning bilan u emib qondi. Arqadan biz birga kelgan yiliqi o'g'limizmi amdi. Ondan har ikkisi uyquga ketdi. Uning oldida aramizda uxlayolmagan edik. Men bola emitayotgan paytda erim tugiga qarag'ili borgan ekan. Tugining yilini eslib etilgudek bo'lib ketibdi. Shuning bilan u tugini sig'ib akeldi. Er-xotin ikkimiz ichib qoldik. Bu biz uchun Makkada eng rohatlik uxlagan bir kecha bo'ldi. Әтісі ерім маңа, «Белемсен Әлиме, sen mübarek bir buvaqa atıp ana bulup qapsan», dedi. Men şundaq bulğuydi ilahim, dedim. Ondan ijeklerimizge minishib yurtimizga ravan bolduq. Men heliqi aq madamga minib, o Peygamber sallallahu alayhi ve sellemni tutup olturdum. Allah bilen qasamki, men ularning hammasini uzab ketdim. Hatta safardash ayollar, "Ey Halima, uzab ketganingni qara, bizni o'ylab qo'ysangchi, mahalladan menib chiqqan eshkim shumi emasmi?" deyishatdi. Men, "Ha, shu", deydim. Ular, "Azbroy xudo, acaba uning eshigiga jon kirib qoptimi?" deyishatdi. U mundaq deydi. Biz yurtimiz Bani Sa'dga qaytib kelgandan boshlab qo'ylarimiz yaylaqdan qo'rsaqlari to'q, yelinlari esilgan holda qaytib keladigan bo'ldi. Holbuki bizning zimin
qurg'oqchilik va qahatchilik ig'ir zimin edi. Boshqalarning qo'yidan emas, hatto to'gisidanmi bir dimim sut chiqmayotsa, biz qo'ylarimizni sig'ib ichatdik. Hatto qo'lim qo'shnilar padishilariga "Hey, sizlarni qo'ylarni Alimaning qo'ylari o'tlagan yerlarda o'tlasanglar bo'lmamdi?" deb tablashgan bo'lsa-mu, kashligi yana ularning qo'ylari osh, yinlari qaqash qaytib keladi. Bizning qo'ylarimiz qo'rsaqlari kerilgan, yinlari esilgan holda qaytib keladi. Bizdagi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 2 yoshga to'shib, amchakdan ayrilganga qadar Xudoy taoloning alohida fazli ihsoniga nail bo'lib keldik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshqa bolalarga o'xshamaydigan darajada tez cho'ng bo'lgandek qiladi. Hatto u 2 yoshga to'shmay turibla cho'p-cho'ng bola sinig'iga kirib qoldi. Cho'p-cho'ng bola sinig'iga kirib qoldi. Shuning bilan biz u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni amchakdan ayirib bo'lgandan keyin Makkaga onasining qishiga elib keldik. Vaholanki biz uning barakatlarini davomli ko'rib turgan bo'lg'achqa, uning qishimizda davomli qilishiga to'liq tashna edik. Shuning biz uning onasiga gap qildik va o'zim shaxsan o'g'limizni obdaroq cho'ng bo'lguncha yinimizda qo'ysangiz, men uningga Makkaning vabo kasalining tiyib qilishidan ansirayman dedim. Oxiri biz uni Muhammad alayhissalomni qaytirib elib chiqib ketishga qoyil qildik. Mana shunday qilib payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Bani Sa'd diyorida turib qoldi. Hatto 4-5 yoshlarga kirdi. Ushtumtut uning ko'krigi yerilishi vaqasi yuz berdi. İmam Muslim rahimahullah Anas raziyallohu anhudan naql qilingan hadisda mundaq kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir kuni bolalar bilan o'ynayotdi. Jibril alayhissalom kelib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni tutqancha yiqitdi va ko'krigini yerib, yuragini sirtqa oldi va uningdan kollak laqtiqonlarni chiqarib tashlab etib, bu sendagi shaytonning nasibasi dedi. Andin uni oltin dasqa selib, zamzam suvi bilan yuvgandan keyin o'z joyiga selib yemlavatdi. Buni ko'rgan bolalar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning onasining qishiga yugurib kelib, Muhammadni birisi o'ldirvatdi deb churuqlashdi. Ular ushqandek yugurishib kelsa, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam allaqachon hushidan ketgan holda rang ro'yi samandek sarg'ayib yotadi. Soat 5 bo'pti. Washington vaqti. Yana bir mazmunni o'qib o'tay, kichikla bir mazmun. Ondan to'xtataman. Mehribon ona bag'rida. Mushu vaqadan keyin Halima payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni kutilmagan hodisiga uchrab qolsa, uning onasiga yuz kelolmay qolmay, deb ansirab, uni Makkaga akirib, onasiga topshirib berdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 6 yoshga kirganda onasining tarbiyasida bo'ldi. Shu kunlarda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning onasi Amina oxiratga safar qilgan marhum erining ruhiy xotirasi uchun uning Basribdagi tuproq beshini ziyorat qilib kelmoqchi bo'lgan edi. Shung u yetim o'g'li Muhammad sallallohu alayhi va sallamni va dediki Ummu Aymanni birga ilib 500 kilometrdek musofani nishonlab yo'lga chiqdi. Abdulmutallibmi bu dil sunuq kelinga mahram bo'lib birga chiqdi. Aminaga Madinada bir oy turgandan keyin qaytish tayyorligi qilib turganda ushtumtib ig'ir kasal tegdi. U yo'lga chiqqandan keyin kesili
bargan sari eg'irlab, Makka bilan Madina oraliqidagi Abva degan yerda jon uzdi. Assalomu alaykum. Sevimli qarindoshlarim, bugungi o'qishlikni musha davomlashtiray. Atiliga mushu vaqtda diqqatingiz bizning kitob o'qish munbarida bo'lsin. Rahmat. Allohga emanet.